Mana qara, kelining bilan o'g'ling nima qilyapti? It ishini qilyapti dadasi. Odam bo'laylik. Beparasat xotin, choy san qo'ysang bo'lmaydimi? O'zingdan katta odamni ovora qilmasdan. Odamni xijolat qilmang, opa. Kelin, o'zi nechinchi yilsiz? 2007 oyjon. Men senga kelin olib ket degandim, kampir olib ket deganim yo'q. Dada, yana ozgina sabr qilaylik. Keliniz nimadandir qattiq xursand bo'lsa, oldingi yosh holatiga qaytarkan. Shunda ham yangi kelin kuyov bo'lsang xursand qilmayapsanmi har kun? Ha? Sog'a salom berib demoqchi edim. Dada, uyda davleniya o'lchaydigan bormidi? Nimaga? Keliniz Tushunarli. O'zi yosh o'tgandan keyin shunaqa davleniya tez-tez ko'tariladigan bo'lib qoladi. Hozir. Sardor, bo'laqa o'rtoq ketdik choyxonaga. o'rtoq, bo'ldi hozir. Yana qayerga ketyapsiz? Bormaysiz. Hey, Bo'pti, bo'lmasam kelishingizda shokolad olib keling. yuri ketdik. Sardor aka, uyga borib kelsam maylimi? Men bilmadim, dadamdan so'rang, so'raylik. Dadajon, oyijon, ruxsat berasizlarmi? Ha, mayli. O'g'lingiz ruxsat, eringiz ruxsat bergan bo'lsa, bor kelavering. Uydagilarga salom ayting. Qarang, loqomil, yoshingiz katta o'zingizdan. Yaxshi borib keling. Dada, oyi, yangilik bor. Yo'q, kelimiz o'z holiga qaytdimi? Yana yosh bo'lib qoldimi? Yo'q, boshqa narsa.